Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi mazhab fiqhi kitobidan Muxtasarul Quduri oldi bilan Kitobut Tahara. Bismillahirrahmanirrahim. Kitobut Tahara, tahoratning kitobi. Yani tahorat haqidagi mazmunlar. Yani biz oldi bilan ibodat qismini so'zlaymiz hajgacha. Ibodat qismidan birinchi bo'lib namozga aloqador ahkamlarni so'zlaymiz. Tahorat endi namozning sharti bo'lgandan keyin bosh tahorat so'zlandi. Alloh taolo shunday deydi: "Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas-solah faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ilal ka'bayn." Ey mu'minlar, agar sizlar namozga tursanglar, namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, yuzinglarni yuvinglar va qo'llaringlarni jaynaklaringlargacha yuvinglar, beshinglarga masih qilinglar va putlaringlarni o'shqonlargacha yuvinglar. Demak, tahoratdagi farz 3 a'zoni yuvish va boshqa masih qilish dan iborat. Endi 3 a'zo degan qaysi desa, mushu oyat degandek yuzimizni yuvishimiz, qo'limizni yuvishimiz va putimizni yuvishimiz. Mushu 3 a'zoni yuvish. Am yuvgan chaqda ikki jaynak bilan ikki o'shqmo mushu yuvishning qatoriga kirib ketadi. Yani jaynagimiz qo'lni yuvishning qatoriga kirib ketadi. Qo'lni yuvgan jaynakni yuvamiz va o'shqni putni yuvgan chaqda qo'shib yuvamiz degan gap. Am boshqa masih qilamiz shundami? Boshqa masih qilishda farz bo'lgani peshonning miqdori. Bo'lsin boshning 4dan 1 qismi. Farz bo'lgan miqdor boshning 4dan 1 qismi. Endi masih qilishning doirasi boshning 4dan 1 qismi ekanligining dalili Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini, Payg'ambar alayhisolamdan mundaq rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalom ma'lum bir qavmning ahlatxonasiga kelib siyidida tahorat oldi, peshonasiga masih qildi va ikki o'tkiga masih qildi. Bu yerda mana peshoniga masih qildi. Peshonaga ham yeriga emas, peshonasiga masih qildi. Ya'ni boshning 4dan 1 qismi masih qilishningki farz bo'lgan doirasi demakchi. Ham tahoratning sunnatlari ikki qo'lni qochiq kirgizishni avval 3 qatim yuvitish. Ya'ni burun qadamlar qochi dostak yoki cho'ngroq qochidek bir narsada tahorat oldi ekan. Qo'lni ichi kirgizishni ilgari qochini yanto qilib, qo'lga suv to'kib 3 qatim oldi bilan yuvamiz. Tahorat olmoqchi bo'lgan kishi uyqusidan uyg'onsa, tahorat olmoqchi bo'lsa, oldi bilan qo'lni yuvitimiz. Andan keyin qo'lni ichiga kirgizib tahoratlashga boshlaymiz. Tahorat olishni boshlagan chaqda bismillah deyish, misvak ishiltish, og'zimizga suv elib, og'zimizga g'arg'ar qilish, burnimizga suv elish, quloqqa masih qilish, soqol bilan barmoqlarning orasini silash va yuvish qatim sonini 3 qatimgachilik opirish. Yani 1 qatim yuvish farz bo'lsa, 2 qatim, 3 qatim yuvish tahorat olgan a'zolarni. Sunnat degan gap. Tahorat olmoqchi bo'lgan kishi, tahorat olmoqchi bo'lgan chaqda tahorat elishni niyat qilish mustahab bo'ladi. Masih qilgan vaqtda beshining hamma yerini to'liq masih qilish bu sunnat. 4dan 1 qismiga masih qilish farz do'qbaya. Tartib bilan elish kerak. Bu sunnat va Alloh taolo oyatda qanday tartib bilan a'zolarni tilga olgan bo'lsa, shu tartib bilan boshlaydi. O'ng tarafdan boshlaydi. Bular hamisi tahoratdagi sunnatlar. Endi tahoratni buzadigan ma'nolar qaysi desa, ikki yo'ldan chiqqan har qanday narsa va qon va jarohat. Yani yiring degan gap. Yiring, qon chiqsa, badandan chiqsa. Qon yoki yiring chiqqan yerdan ozroq o'tib ketsa, ya'ni eqib ketgan bo'lsa, o chaqda qayta tahorat elish kerak degan gap. Masalan, bir yerdan qon chiqdi yoki yiring chiqdi, biroq oqmay, joyida jim turgan bo'lsan, sen bir tomchi kichikkina o chaq tahorat buzilmaydi degan gap. Navad eqib ketgan bo'lsa, ondan keyin tahorat buzilib, qayta tahorat oldi degan. Men ikki yo'ldan degani cho'ng kichik tahorat qilgan yer demakchi. Uni boshqa yana eg'izi to'shqida qusish bu chaqdimi?
tarat elish kerak bo'ladi. Va yetib turib, ondisiga yetib turib uxlash yoki bir narsaga yo'linib turib uxlash. Yoki bir narsaga tayanib turib uxlagan bo'lsa, tayangan narsani ilib etsak, yiqilib tushsa, ya'ni uyquchilikda yiqilib tushsa, u chaqda tarat oladi. Endi yana o'shidan ketgan bo'lsa yoki sarg'ib qolgan bo'lsa, ya'ni aqli ketib qoldi deymiz-ku. Buni ahvoldimi saqaygandan keyin tarat oldi. Ondan başqa yana ruku sajdalari bor bo'lgan har qanday bir namozda qattiq qoqoqlab kulsimi, qaytarat elish kerak degan gap. Endi g'usulning farzi. Taratni bo'ldi, endi g'usul qilish. G'usuldagi farzlar og'izga suv elib g'arg'ar qilish, burniga suv elish va badanni yuvish. Ham sunnatlari qaysi desa, yuyinmoqchi bo'lgan kishi qo'lini yuydi boshda, avratini yuydi. Agar badanda nijosat narsalar bo'lsa yuvitdi. Ondan namozga tarat olgandek tarat oldi, lekin putni yumaydi. Ondan beshiga suv quydi va boshqa yerlarga mush qatim suv quydi. Ondan shu beshiga suv quygan, badaniga suv quygan joydan bir chetga o'tib turib, putini oxirida yuydi. Ayol kishi yuyingan vaqtida suv madamiki shu chechining ostiga yetsalam, örüklik çeçini, örümçəklərini çoğmusuma boludu. Əmdi g'usulni vacib qıladigan mənilə, yəni qayta g'usul qilish kerak bo'lgan, yuyinish kerak bo'lgan ishlar deməkçi. Etilib chiqqan bo'lsa məni, ayol kishidan yoki er kishidan shahvat bilan chiqqan bo'lsa, u chaqda yuyinish vacib bo'ladi. Məni chiqqan bo'lsa-mu, ikki xatniga uchrasa yuyinish vacib bo'ldi. Ondan keyin hayzdan saqaygan yuyinish vacib, nifasdan saqaygan yuyinish vacib. Yani ayol kishi tuqqan bo'lsa, nifaslar bo'lgan bo'ldi, saqaygan chaqda yuyinish vacib bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom yana juma kuni uchun yuyinish, g'usl qilish, Qurban hayit, ro'za hayit kunlari uchun yuyinishni va ihrom bog'lash uchun yuyinishni va Arafat kuni Arafatda turdi ajlar. Shu chiqish namozi yuyinishni yo'l qo'ydi. Sunnat degan gap. Hamda mazi vadi qatorliqlar chiqqan bo'lsa, yuyinish farz emas. Tarat aslan bo'ladi. Taharatsizliklardan mesela uxlab qilib degandek bayatdan qadek. Cho'ng kichik tarat qilib degandek. Bu taharatsizliklardan paklanish. Yomg'ir suvi bilan paklansimi durus. Vadi, iqin, eriq o'stanlarning suvi bilan paklansimi jaiz. Buloq suvi, quduq suvi, dengizlarning suvi bilan paklansa jaiz. Ammo daraxtdan siqilgan, mevlardan siqilgan sharbat mana suv bilan tarat aschu bo'lmaydi. Andan keyin suvga boshqa narsalar g'olib kelib, yani suvga boshqa narsalar tushib ketib, ta'mini, furqini rangini o'zgartib etib, suv tabiatidan, suv mohiyatidan chiqarib etgan bo'lsa, har xil ichimliklarga o'xshash, ochiq suvga o'xshash, masalan, baqillarning suviga o'xshash degandek, sho'rpa, zardaj suvi deganga o'xshash suv emas, mutlaq suv emas, palon suvi, gul suvi, mantang, sho'rpa, ochiq suv degandek, suv ismidan boshqa narsaga chiqarib etgan bo'lsa, u chaqda tarat asaq bo'lmaydi bunday suvda. Pokiz narsa aralashib qolgan bo'lsa suvga, biroz sifati o'zgargan bo'lsa, masalan, kama'il mad والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران السوبو زعفران degan pokizlanadigan ma ushnan deganmish. Tozlaydigan so'pga o'xshash narsalar. Shunday bir narsa aralashib qilib, andan keyin masalan rangi yoki farqi biroz o'zgarib qolgan bo'lsa, u chaqda pokiz narsa aralashib qolgan bo'lsa, u chaqda taratasiq bo'ladi lekin. Nijosat tushib qolgan suv bo'lsa, uni taratilishga bo'lmaydi, oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin. Chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suvni nijosatdan saqlashga bizga buyurdi ve sizlarning biringlar to'xtam suvda tarat olmasin, anda uningda junublikdan yunmasin dedi. Siymasin, andaki u yerda junublikdan yunmasin dedi.
Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biringlar uyqusidan uyg'onsa, qochining ichiga qo'l 3 qatim yumg'ichlik tiqmasin. Chunki qo'lning kechida nada uxlaganini bilmaydi dedi. Suvni maynatlikdan saqlangdi dedi, mana suv jo'nmangdi dedi. Ama eqib turadigan suvga kelsak, najosat tushib ketsa, onun najosatning bir ta'siri ko'rilmasa, sen o najosat bor ekan deb ko'zimiz ko'msak, furuqqa degandek mana bo'lib qolmasa, o joyda taratlasak bo'ldi, chunki bu eqib turadigan suv bo'lganligi uchun o joylar bir xil tumaydi. Najosat eqib ketgan bo'lishi mumkin. Najosat o suv to'xtab qolmaydigan bo'lganligi uchun eqib turadigan uchun taratlasak yana bo'ladi. Endi cho'ng ko'lga o'xshaydigan bir nima bo'lsa, masalan, suv ko'lchiga degandek, ko'l degandek. Bir tarafini biz midirlasak, tash atsak yoki bir narsa tashlasak, yana bir tarafi midirlamasa, shundoq darajada cho'ng ko'l o'z demakchi. Uningga bir tarafiga najosat tushib ketgan bo'lsa, yana bir tarafidan taratsak durust yana. Chunki midirlamagandan keyin bak cho'ng ko'l bo'lgandan keyin u najosatdan kelib furqi ta'mi uji yana bir taraf bo'lmaydi. Chunki zohir najosat yana bir tarafga bormaydi. Chunki harakatlantirsak yana bir taraf harakatlanmaydigan darajada cho'ng ko'l u. Endi mau qani chiqmaydigan bir narsa o'lib qoldi suvning ichida. Masalan, pasha, chivin, chayon degandek. Suvni maynat qilmaydi. Suvda yashaydigan narsalar o'lib qolgan bo'lsa, beliq o'xshash paqa degandek, roq degandek, suvni maynat qilmaydi. Shu suvda taratasangiz bo'ldi. Ham ishlatgan, boshqa ishlatib ishib qolgan suv cho'ng kichik taratagan vaqtimizda ishlasak bo'lmaydi. Endi mustamal ishlatib ishib qolgan suv degan qanday desa, boshqa tarat elib ishib qolgan suv yoki badanga ishlatgan suv. Sen badan ishlatgan suv degan sen g'usl qilish uchun, cho'ng tarat ilish uchun demakchi. Ishlatib ishib qolgan suv. Mavamni amsi Hanafi mazhabidagi gaplar jumi. Har qanday bir teri ashlangan bo'lsa, pokizlangan bo'ldi, pok bo'lgan bo'ldi. Ashlangan terida namoz o'qisak durust va uningdan taratilish durust. Ya'ni shu ashlangan terida tulum tikibdi boshqalar, shu teri tulum demakchi. Shu suv bo'lsa taratsak bo'ladi. Lekin cho'chqining terisi, odam terisi degandeklar qancha ashlansa bu poklanmaydi. O'lib qolgan hayvonninki tuki, so'ngaklari, tuvoqlari, paylari, munguzlari pokiz. Endi yana bir masala, quduqqa bir najosat tushib ketgan bo'lsa, najosat uningdan ilib o'tilishi kerak. Shu quduq tushib ketgan maynat narsani ilib o'tganligimizning o'zi quduq suyini pokizlaganligimiz hisoblandi. Quduqda bir chashqan ilib qoldi yoki qushqosh ilib qoldi. Yoki qaqa degandek, sa'va degandek kichik narsa ilib qoldi. Yoki tazilan mesela ilib qoldi degandek. Qanchalik suv tortib olsak pokiz bo'ldi desa, 20 chelakdan 30 chelakgacha qadar suv tortib etsak, shu hayvonning cho'ng kichikligi asosan. Hayvon cho'ngroq bo'lsa, chiqroq suv tortib etsak demakchi 30 chelak mesela, kichikroq bo'lsa 20 chelak. O quduqning suvi pokizlangan bo'ladi. Ammo kapta, to'xa degandek, mushuk degandek narsalar tushib qolsa-chu, 40 dan 60 chelakkichilik suv tortib etsak pokizlandi. Taratsak bo'ldi, desak bo'ldi. Ammo ishda o'lib qolsa yoki qo'y o'lib qolsak, odam o'lib qolsa quduqning ichida, quduqning hamma suyini tortib etamiz. Endi hayvon ishdan tushib ketib, ko'pab ketdi. Ko'pab yo'g'inib ketdi. Undan keyin hamma suv tortib etildi. Mayli o hayvon cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin. Endi 20 chelakda do'q, 30 chelakda do'q, 60 chelakda do'q masalan. Bu chelak endi odatda shaharlarda, yurtlarda quduqdan suv tortish ishlatiladigan o'ttirhal cho'nglikdagi chelaklar bo'lsa bo'ladi. Masalan, noyat cho'ng bir chelak bilan tassak, chelak yo'q, lekin bak cho'ng chelak bor. Tassak, masalan, o'ttirhal chelakda 20 chelak suv sig'adigan
shunchalik cho'nglikda cho'ng bir chelak suv tassaq, shuni 20 chelak deb hisoblaymiz. Agar buloq, quduq, buloq bo'lsa, quduq, biroq buloqdek to'xtamay ostidan suv chiqib turadigan mana quduq demakchi. Tassaq suv chiqaveradi, suv tugamaydi. U joyda qanday qilamiz desa, o'xshash suv tatimiz. Biz bu yerda o'tgandek miqdor bo'yicha tatib olsak bo'ldi. Suv chiqaversinmi garchi. Bayatin degandek miqdor bo'yicha tatib o'tamiz. Muhammad ibn al-Hasan rahimahullohdan shunday rivoyat qilingan. 200 chelakdan 300 chelakchilik suv tatildi degan. Aslida suv chiqib turgan lekin. Quduqdan mesela bir çaşqan tepildi. Başqa narsa tepilib qoldi. Qachon tushib ketganini biz bilmadik. Necha kun bo'ldi bu çaşqan tushib ketgili. Ham ko'pab ketmabdi, yo'qnab ketmabdi. Qanday qilamiz desa, bir kech kunduzlik namozni qayta o'qiydi. Ya'ni qachon tushib ketganligini uqmay, shu suvdan tarat elib namoz o'qib emasmi? Shu bir kech kunduzlik namozni qaytlaydi. Tarat olgan bo'lsa va o suv tekkan narsamiz vücudu nejasat bo'lib qolgan suvni jupsiz qayta yuving deymiz demakchi. Agar ko'pab ketdi chashqan degan o'xshash narsa, ko'paygan bo'lsa bir kech kunduz degan ham ko'pab ketgan bo'lsa, yo'qnab ketgan bo'lsa suvda, lekin qachon chiqib ketganligini bilmasak, tarat olgan bo'lsa shu suvda. Abu Hanifa rahimahullohninki ko'z qarashi bo'yicha 3 kech kunduzlik namozni qayta taratib qayta o'qiydi. Endi shogirdlari Abu Yusuf va Muhammad Shaybani rahimahumulloh qanday deydi desa, qachon tushganligini aniqlagan qadar namozni qayta o'qimaydi. Endi odamning ishib qolgan suyi va go'shi yildigan hayvonotlar, qo'y deganga o'xshash. Bularning ishib qolgan suv pokiz. Itning ishib qolgan suyi, cho'shqining ishib qolgan suyi va yirtqush hayvonotlarning ishib qolgan suyi bular najosat, najis taratasak bo'lmaydi. Mushukning ishib qolgan suyi va puq yeydigan tuxuninki ishib qolgan suyi, yirtqushlarninki ishib qolgan suyi, o'ylar turadigan yilon, chashqanga o'xshash narsalarninki ishib qolgan suyi bu taratilish makruh. Eshakning suyi, qichirning suyi, bunun endi shak bor. Eshakning ishib qolgan suv, qichirning ishib qolgan suv, bundan boshqa suv topolmagan ahvol ostida tarat oladi va tayammum qiladi. Qaysidan boshlasa jaiz deydi Hanafi mazhab ko'z qarashi bo'yicha. Babu tayammum qilishninki bobi. Bir odam musofir va suv topolmadi safar suvda. Yoki o'zi turayotgan yurtdan chiqib ketdi, turayotgan joyi bilan o'zi turadigan asli yurtindanki o'tirsa, taxminan 1 mil yoki undan jiqroq. Yoki suv topolaydi, biroq kasal. Suvni ishlatsa, kasal texim ig'irlab ketadi. Yoki u odam junub, suvda junschu sovuqni o'ldirib qo'ydi. Ya'ni qattiq kasal bo'lib ketishi mumkin, baq qattiq sovuq. Yoki o'lib qoldi, yoki qattiq kasal bo'lib qoldi. Bu chaqda pak tuproqqa qo'lni urib, tayammum qildi, qo'lni silab, yuzini silib etib, suv ishlatmay tayammum qilsa bo'ldi. Bu shu 3 xil ahvolda. Tayammum Hanafi mazhab ko'z qarashi 2 qatim urimiz qo'lni. Bir qatim urib, yuzini silaydi, yana bir qatim urib, 2 qo'lni jaynakcha silaydi. Endi jinobatdan, junublikdan tayammum qilish bilan kichik taratsizlikdan bundan paklanish uchun tayammum qilish o'xshaydi. Bayatun yuqori degandek tartib bo'yicha. Abu Hanifa rahimahulloh bilan Imom Muhammad Shaybani rahimahulloh bularninki ko'z qarashi bo'yicha mushu zimindan chiqadigan har qanday bir narsa bilan tayammum qilsak durus. Tuproq bo'lamdi, qum bo'lamdi, tosh bo'lamdi, yoki jis bo'lamdi, gaj degandek. Yoki nura bo'lamdi, bu bir xil shu yerdan chiqadigan narsa. Kuhul bo'lamdi, kuhulga turma degan gap. Bu shu narsa.
zarnih degandek chiqib zimmindan chiqadiganlar qandaq narsaga masih qilsaq bo'ldi qo'limizni uriblam. Abu Yusuf rahimahulloh deydiki, faqat tuproq yoki qum bilan masih qilamiz. Nima tayammum qilamiz, qo'limizni urib tayammum qilamiz, boshqa narsa bo'lmaydi deydi. Va niyya fardun fi tayammum. Tayammum qilishda niyat qilish farz, ya'ni men hozir tayammum qildim, tayammum qilib tahoratning o'rnida namoz o'qiyman deb mana shunday tayammum qilishni niyat qilish. Tahorat olgan vaqtida mustahab, tayammumda niyat farz. Endi bir mazmun. Tahoratni buzadigan ishlar biz yuqorida deb o'tdik. Qaysi ishlar tahoratni buzadi? Tayammumni buzadi. Uni boshqa yana suv ishlatishga toqati yetgan vaqtida, ya'ni suv topdi yoki kasal bo'lsa saqib qoldi yoki sovuq bo'lsa o'tqilab isitdi degandek. Shundoq bo'lsa ham suvni ko'sa o chaqda o tayammum buzilib ketadi, suv bilan boshqa tahorat oldi degan gap. Faqat pak tuproq bilan tayammum qilamiz. Maynat bo'lsa, najosat bo'lsa, o chaqda u yerga qo'limizni urib tayammum qilmaymiz. Namozning dastlabki vaqtida suv topamdi bir odam. Balkim namozning oxirgi vaqtida suv topa olishi mumkin deb o'yladi bir odam. Bunda vaqtida namozni oxirgi vaqtiga kechiktirish mustahab. Suv tepib o'qisa, tayammum desak vaqt o'qandan suv tepib, suv bilan tahorat qilib oxirgi vaqtida o'qish afzal demoqchi. Agar suv topsa, shu suv bilan tahorat qilib namoz o'qiydi. Namozning oxirgi vaqtida suv topamasa, tayammum qilib namoz o'qiydi. Tayammum qilib bo'lgandan keyin tahorat bo'ldi-da, farz namozlardan xohlagancha farz namozlarni, nafl namozlarni o'qisa bo'ladi. Endi tayammum ma'lum bir shaharda tini sog'lom turayotgan odam uchunmi tayammum qilish durust qanday vaqtda desa, bir jinoz kelib qoldi. Jinoz kelib qoldi. Val valiyu g'ayruhu. U jinozniki egisi boshqa. Odam tahorat ilib qilib bo'lguncha, ma jinoz namozni o'qish fursati o'tib ketdi. Shu chaq tayammum qilib, jamoat qo'shilib jinoz namozni o'qiydi demoqchi. Ammo o'zi imom bo'lib jinoz namozi o'qiydigan bo'lib qolsa, o'zi vali bo'lib qolsa, u chaq tahorat oldi degan gap. Biroq boshqalar imom bo'lib namoz o'qiydigan ahvol bo'lib qoldi. Tahorat kelib bo'lguncha namozni boshlab o'qib oxirlashtirib bo'ldi. Bunda vaqtda tayammum qilib, jamoat qo'shib jinoz namozni o'qib oldi demoqchi. Uni boshqa yana et namozga kelgan bo'lsa, tahorat olaman desa, et namoz o'qish fursati o'tib ketadigan bo'lsa, bu chaqda tayammum qilib namoz o'qiydi. Uni boshqa yana juma namoziga keldi. Tahorat olaman desa, juma namozi o'tib ketgan bo'lsa, endi buningda oldingi o'xshamagan et namozi bilan jinoz namozi o'xshamaydi bu. Tayammum qilmaydi, tahorat oladi. Agar juma ulgurarilsa, bir rakatga o'sma o'qiydi. Ulguramasa, jumani o'qimagandan keyin peshinni 4 rakat o'qiydi. Vaqt qistab qolgan bo'lsa, tahorat olsa, farz namozning gapi, tahorat deb bo'lguncha farz namozning vaqti ketadi. Bundaq chaqdimi tayammum qilmay, tahorat elib, o'tib ketgan namozning qazosini qilib qo'ydimdi. Uni boshqa yana musafir. Musafir suvni chidirdi yoki uyda unutib qoldi. Unutib qilib yoki yushtaqlarni unutib qoldi, suv borligi esida yo'q. Tayammum qilib namoz o'qidi. Ondan namozning vaqti taqchib ketmagan vaqtda suv borligi esiga keldi. Bu chaqda Abu Hanifa bilan Muhammad Shaybani rahimahumullohninki ko'z qarashi bo'yicha namozni qaytilmaydi. Endi Abu Yusuf rahimahulloh namozni qaytlaydi. Suv borligi esiga kelgandan keyin suvni akilib tahorat deb namoz o'qiydi. Endi tayammum qilgan odam yaqin bir atrofda
su borligida ishonch qilolmadi. Su yo'q deb o'ylab qolgan bo'lsa, su yo'q deb o'ylab qolgan bo'lsa, o chaqda ya su izlamasin bo'ldi. Bu atrofda su yo'q, mumkin emas deb o'ylab qolgan vaqtida su izlamasin bo'ldi demoqchi. Suni izlamay tayammum qilib bo'ldi. Biroq yaqin atrofda su bor bo'lishi mumkin deb o'ylab qolsa, o chaqda su izlab baqidi tayammum qilish qoldirmaydi demoqchi. Su bor deb o'ylasa, suvni izlamay turib tayammum qilish durust emas. Hamrohida safardishida suv bo'lsa, tayammum qilishdan ilgari suv so'rab baqidi undan. Agar suvni bermasa, hamrohi tayammum qilib namoz o'qiydi. Bersa, tahorat deb namoz o'qiydi degan gap. Endi ikki o'tikka masih qilishning bobi. Ikki o'tikka masih qilish har qandaq tahorat elishni vacib qiladigan taharatsizlikdan paklangan vaqtda tahorat almizg'u. Ikki o'tikka masih qilish bu sunnat bilan joiz. Sunnat joiz payg'ambar alayhisalom masih qilgan, masih qilsanglar bo'ldi degan. Buning sharti bor endi. Mukammal tahorat ep bo'lgandan keyin, ya'ni qo'lni yuvib, yuzini yuvib, o'sha tartib bo'yicha putini yuvib tahorat ep bo'lgandan keyin o'tikni kaygan bo'lsa, undan keyin tahorat sinib ketgan bo'lsa, ikki o'tikka masih qilsa bo'ladi degan bir qadam tahorat olgan vaqtida putini yumaylar. Agar muqim, ya'ni uyda, o'zining mahallasida, shaharda turgan bo'lsa, safar qilmagan bo'lsa demoqchi. Bir kecha kunduzgacha putiga masih qilsa bo'ladi, shu orliq tahorat olsa. Agar musafir safar ustida qolsa, 3 kecha kunduzgacha masih qilsa bo'ladi, putini yumay o'tikiga masih qilsa bo'ladi. Qachon boshlaydi desa, shu tahoratsizlik boshlangan vaqtdan boshlab hisoblaymiz. Qaysi soatda tahorat buzilib ketdi, yana bir kun shu soat kichilik bo'lgan oraliqda masih qila oladi. Endi ikki o'tikka masih qilgan vaqtimizda o'tikning chamiga ostiga emas, ust tarafiga masih qilamiz, barmoqlarimizni iz chiqarib turib, barmoqlarimiz bilan silaymiz. Barmoqlarimiz jumbilib emas, echib turib silaymiz. Putninki barmoqlardan boshlaymiz. Shu pochaq tarafgacha masih qilsak bo'ladi, ust tarafini shuna silab qo'ysak bo'ladi barmoqlarimiz bilan. Buningki farz bo'lgan miqdori qancha desa, qo'lninki barmoqlardan, shu kichik barmoqlardan 3 barmoq miqdorigachilik masih qilsak bo'ldi. Ammo o'tikda bak cho'ng yirtiq bo'lsa, putninki barmoqlardan 3 barmoq ko'rinib qolgandek darajada cho'ng yirtiq bo'lsa, shunchalik yoki undan cho'ngroq yirtiq bo'lsa, o'chaq masih qilmaymiz. Agar undan kichikroq bir barmoq chiqib qolgandek, mana to'shiklab bo'lib qolsa, masih qilsak bo'ladi. Endi g'usl qilish kerak bo'lib qolgan kishilarga nisbatan masih qilsa bo'lmaydi. O'chaqda g'usl qilish kerak. Tahoratni buzadigan ishlar ikki o'tikka masih qilishnimi buzadi degan gap. Bu nima degan gap desa, masihni buzutdi. Tahorat buzg'anas masihni buzutdi degan gap. Masalan, masih bilan tahorat oldi masih qilish bilan, ya'ni putini yumay o'tikka masih qilib tahorat olgan bo'lsa, undan keyin biz yuqorida o'tgan tahoratni buzutadigan oldi keyin tarafdan bir narsa chiqish, qon eqish degandek ishlar yuz bersa, uxlab qolish degandek. U tahorat buzib ketdi demoqchi. O'tigini silvasimi tahorat buzib ketdi va muddat to'ssimi tahorat buzildi degan gap. Ya'ni muqim kishi bir kecha kunduz o'tgandan keyin, musafir kishi 3 kecha kunduz o'tgandan keyin tahorat buzildi demoqchi. Ammo shu muddat to'ssa, bir kecha kunduz yoki 3 kecha kunduz o'tigini soldi, putini yuvib namoz o'qidi. O'chaqda boshqa qolib qolgan tahoratni olmasimi bo'ladi degan. Ya'ni bu Hanafiy mazhab ko'z qarashi.
Sen bir geç gündüz toştu. Ocaqda ütügünü silip, bir geç gündüz toşqandan keyin muqim kishiga nisbatan ütügünü silib butun juplam yüzünü yuyish, og'zini chayqash, bilaklarini yuyish degandek ishni qilmaylam. Faqat butun juplam ütügünü seplam, butun juplam. Anandan keyin namoz o'qisa bo'ladi deydi. Vaqt tushib qolgandan keyin mau tartish ketmagan, buzib ketmagan ahvol, lekin vaqt tushib qolgan demakchi. Endi muqim kishi muqim holatda, muqim kishi debdimi? Musafir shu safarga chiqishning oldida muqim holatdan uyda demakchi. Uyda masih qilish bilan boshildi. Ya'ni tarat olgandi, keyin uydan chiqdan yana bir tarat oldi, lekin masih qildi. Ani bir kech kunduz to'shib ketishdan, masih qilish vaqti to'shib ketishdan ilgari safar qildi. O'chad xana qildi desa, bu musafir hukmida bo'lib 3 kunduzgachilik masih qildi, chunki masih qilishni boshlaganlik uchun. Ama musafir holatda masih qilishni boshladi. Safar ustida masih qildi. Taratni masih qilish bilan oldi demakchi. Ondan muqim bo'lib qoldi. Bir kech kunduz masih qildi yoki bir nima? Agar bir kech kunduz masih qilgan bo'lsa musafir holatda. Boshda musafir tug'i, musafirda yandan keyin muqim bo'lishning oldida masih qilgan, biroq bir kech kunduz yoki undan jiqroq masih qilgan, chunki men musafir deb 3 kech kunduzgacha masih qilib bo'ldi. Biroq 3 kech kunduz to'shmay turib, lekin bir kech kunduz yoki bir kech kunduzdan jiqroq masih qilgan, endi muqim bo'lib qoldi demakchi. Bu chog'da qanday qildi desa, ütügünü silib, putini yuydi. Ama bir kech kunduz az vaqtda masih qilgan bo'lsa, u chog'da bir kech kunduzlik masih qilish muddatini to'shtirdi. Chunki bu yerda hozir bu muqim holat hisob bo'ldi. Muqim bo'lib qolgandan keyin bir kech kun az bo'lgandan keyin demakchi. Jurmuq kaysa ütükning ustiga, shuning ustiga ham masih qildi. Ütükning ketishib kiyib oldi. Kalashdamdiq shuningdek. Kash. Abu Hanifa rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha paypoqqa masih qilsa bo'lmaydi, lekin paypoqqa masih qilish cho'qim terdan tikilgan bo'lsa yoki o'shiqni yapadigan bunaq kash bo'lsa demakchi. Anin masih qilsak bo'ldi demakchi. Paypoq masih bo'ldi demakchi. Biroq odatdagi paypoq bo'lmaydi demakchi. Endi shogirdlar Abu Yusuf bilan Muhammad rahimahumulloh nima deydi desa, paypoqqa masih qilsak bo'laverdi. Paypoq masih bo'lamdi yoki odatdagi paypoq bo'ladi. Madamiki suv o'tmaydigan qilin bo'lsa demakchi. Nepiz bo'lib qolsa bo'lmaydi, lekin qilin bo'lsa bo'ladi deydi. Endi salliga masih qilsa, posmog'i masih qilsa, başka ma bu? Burqu bumu yüzük taqib olgan bir niqobdek narsa. Andan keyin palaga masih qilsa bo'lmaydi. Teng'iqqa masih qilsa bo'ladi agar tarit yo'q holatda teng'atgan bo'lsa-mu, yaralandi emasdan, jarohat va sinib ketdi degan. Tarit yo'q holatda teng'atgan bo'lsa-mu, juydigan vaqtda uni jug'ulmagandan keyin juyishning o'rnida da silab qo'yamiz demakchi. Qo'li yoki pochiq yaralandi emasdan tengib qo'ydi. Jumaylam silab masih qilib qo'ysa bo'ladi. Agar u tengib qo'ygan lata saqaymasdan tushib ketgan bo'lsa, masih beka bo'lib ketmaydi. Ya'ni tushib ketishdan ilgari silablam taratib olgan, undan keyin tushib ketdi, saqaymay turib. Bu chog'da tartib boy hisoblandi demakchi. Agar saqaygandan keyin saqayib ondan tushib ketgan bo'lsa, o chog'da masih batil bo'ldi degani, beka bo'ldi degani, tartib buzilib ketdi demakchi. Endi hayzning babi. Hayzning eng az muddati 3 kun, 3 kech kunduz. Bunun az olsa hayz hesaplanmaydı, istihaz hesaplandı Hanefi mezhepte. Endi hayzning eng uzun
köp muddati 12 gündüz. 10 gündün artıq boğunu istihoz hesaplandı Hanafi mazhabda. Endi ayol kishi qizil narsa ko'di, seriq narsa ko'di. Hayız mezgillerinde yoki bir tutuq dug' narsa ko'rgan bo'lsa, toki oppoq narsa ko'rgan qadar u hisob nima hayz hisoblanadi. Masalan, hayz mezgilida dedi ya, hayz 4-5 kun hayz bo'lib, shundoq seriq, qizil degandek narsalarni ko'rsa, toki oppoq narsa ko'rgan qadar yoki hech nima yo'q, pak saqib bo'lgan qadar u kelgan shu qizil, seriq, tutuq narsalar hayz qatori hisoblanadi. Endi hayz ayol kishidan namozni tushirib yetadi va ro'za tutishi harom. Ro'zaning qazosini qildi, namozning qazosini qilmaydi hayzdor ayol. Masjidga kirmaydi va Baytullohni Ka'bani tavob qilmaydi. Erimu hayzdor ayolga kelmaydi. Hayzdor ayol yoki junub kishi Qur'on o'qisa bo'lmaydi. Taharet yo'q kishi Qur'onni tutsa bo'lmaydi. Biroq uningki g'ilof bilan, tishi bilan yoki jipi bilan tutsa bo'ladi. Yoki sumka qilib qo'ygan bo'lsa, sumkasidan degandek. Ayol kishidan hayzning qini 10 kundan az bo'lgan vaqt uzilsa, toki u ayol juyunib pokizlangacha eri qichiq kesib bo'lmaydi. Yoki mukammal bir to'liq vaqtning namoz vaqti o'tganga qadar yaqin kesib bo'lmaydi. 10 kunda uning qini tugidi, ayzni saqaydi. Juyunishdan ilgari yaqin kesib bo'ldi. 10 kun azoz bo'lmaydi debdi Hanafi mazhabda. Ikki qon o'tirsida poklik bo'lib qoldi hayz mezgilida. Ya'ni qon kelib 1-2 kun. Anondan o'tirsida yarim kun yoki 1 kun pok bo'ldi. Ondan keyin qon kelib qoldi. Shu ikki qon o'tirsida poklik demakchi. Bu endi oqqan qonga o'xshaydi. Ya'ni u hayz hisob demakchi. Pokizlikninki eng az muddati 15 kun. Ko'pligining cheki yo'q, 15 kun jiq bo'lishi mumkin. İstihaza qani hamdi. İstihaza qani deganimiz ayol kishi odatda ko'rdigan qon 3 kundan az bo'ldi gohida yoki 10 kundan jiqroq bo'ladi. Buning hukmi buni qanab ketishning hukmiga o'xshaydi. İstihaza bo'lib qolgan ayol ro'za tutadi, namoz o'qiydi. Hatta vatidimi cheklamaydi. Erik aniq kasb bo'lmoqchi. Ama qon 10 kun eshib ketdi. Ayol kishininki muayyan bir odati bor. Ya'ni har oyning 10 kunida hayz bo'ladigan normal ayol kishi o'zi bo'ladigan bir odati bor. Bu chog'da istihoza bilan hayz qinini qanday farq etadi desa, hayz kunlariga qaraymiz. Ya'ni istihozati ayol 10 kun ortiq qon kelib qildi. Shu hayz kuni chislani hisoblaymizda. Falan chisla hayzim keladi deb ayol o'zi hisoblab 5 kun, masalan yoki 6 kun hayz bo'ldi normalda. Ashun chiqirib etib, qon kelib tursimi, juyunib har namoz vaqti kirsa taratib namoz o'qiydi demakchi. Hayz kunlaridan ortiq bo'lgan u qon istihoz qin hisoblanadi. Bir qiz balaga yetdi, istihoz oladi. Bu chaqda uningki hayzi har kunda, har oyda 10 kun hayz hisoblanadi. Qolgan 20 kun istihoz hisoblanadi. Ya'ni balog'atga yetishninki oldida istihoz bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa qiz bola tunji qatim qon kelib 10 kungacha to'xtamadi. 11 kun, 13 kun kelib bergan bo'lsa, dastlabki 10 kunni, shu 10 kunni hayzga hisoblaymiz, namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi, biroq 11-kundan boshlab pokizni o'tiblam qon kelib tursin, istihoz hukmi hisoblab namoz o'qiydi demakchi. Ham istihoz bo'lib qolgan ayol va suydik turadigan, suydik yiqib turadigan
bundaq kesilib qolgan odam yoki davomli burni qonaydigan odam, ondan keyin to'xtamay qon eqib turadigan jarohat qatorliqlar bo'lsa, shunday qanday qildi desa, har bir namozning vaqti kirganda tahorat oldi. Shu tahorat bilan farzlarni, nafllarni o'qiydi. Namozning vaqti chiqib ketgandan keyin tahoratni bekor bo'lib ketadi. Boshqa bir farz namoz o'qish uchun yana qayta tahorat elish kerak bo'ladi. Nifas degan nima desa, ayollar tug'utdan keyin chiqadigan qondan iborat. Ammo homildor ayolga keladigan shu qon. Ondan keyin ayol kishi bola qo'saqdan chiqishdan ilgari to'lg'oq yeyotgan holatlarda keladigan shu qon istihoz hisoblanadi. Nifasning eng az muddatidan keyin belgilamasi yo'q. Eng ko'p muddati 40 kun. 40 kunni ishib ketgan yana istihoz hisoblanadi. Agar qon 40 kun ishib ketsa, tug'utdan keyin bu ayol undan ilgari tuqqan bo'lsa, nifasda muayyan bir odati bo'lsa, ya'ni 40 kunda yoki 30 kunda saqlaydigan degandek, yoki 40 kun, 45 kun saqlaydigan degandek bo'lsa, shu kuniga qaytarildi. 35 kun saqlaydim deb burun tug'ib baqqandan keyin biladi demakchi. Ondan keyin onun ortiq bo'lib ketgani istihoz bo'ldi demakchi. Ammo undaq bir muayyan odati bo'lmasa, normal bo'lmasa 40 kun hisoblaymiz. 40 kun bo'ldi. Nifas to'shdi ham 41-kuni qon kelivergan bo'lsa-mu, garchi uni istihoz hisoblaymiz. Junub tahorat deb namoz o'qiysiz deymiz. Bir ayol kishi qo'sh kezak tug'di. Uning nifasi Abu Hanifa rahimahumul Abu Hanifa bilan Abu Yusuf rahimahumullah bu ikkisining ko'z qarashi bo'yicha shu tunji bola chiqqandan tortib chiqib bo'lgandan keyin qon chiqdi. Shu chog'dan boshlab nifasni hisoblaymiz. Endi Muhammad va Zufar bu ikkisi birinchi bola emas, ikkinchi bolaning qo'shiqdan chiqib bo'lgandan keyin ondan shu chog'dan boshlab chiqqan qonni nifas qani deb hisoblaymiz deydi. Sen birinchi bola chiqib, balki bir kundan keyin ikkinchi bola tug'ilishi mumkin degandek yoki bir necha soatdan keyin degandek.